Yoki shunaqa qobiliyati ham bormidi? Ha, mana hamma mana shu funksiyalari bor. Bularni qolgan funksiyalarini ham ko'rsatishimiz mumkin. Demak, hisobotda necha pul olganini ko'rsa bo'ladi, qurilmalar ishlatgan, qaysi qurilmalar ishlayapti, ishlamayapti bilsa bo'ladi. Moliya bo'limida qaysi oraliqda necha pul topgan. Misol uchun 1-dekabrdan beri mana shuncha pul topgan ekan, misol. Keyin tranzaksiyalarni ko'rsa bo'ladi va shu yerda o'zida misol uchun 5000 tashlayman deb 50000 tashlab olsa, shu yerda o'zida pulni qaytarib bersa bo'ladi. Men unga pul bermaymanmi? Pul berishingiz shart emas. O, zo'r ekan-ku. Onlayn to'lovlar, naqd to'lovlarni ko'rib, tasdiqlab keyin qaytarish mumkin. Hop, tranzaksiyalarni mana shunaqa ko'rib turasiz va shuningdek, obuna to'lasa shu yerda turadi. Mana misol uchun 1 oyiga 6 ta boks bo'lgancha atiga 180 ming so'm, 30 ming so'mdan. To'lovga bosib, klik orqali to'lab ishlatish mumkin. Shunday qulayliklari bor. Xudo xolasa hammaga aloqaga chiqib 1 oylik tekin ulab beryapti. Agar kimga o'sha berilmagan bo'lsa, pastdagi raqamga telefon qilsa, xudo xolasa yana 1 oyda bemalol ishlatish mumkin. Keyinchalik mana shunaqa o'zi programmadan davom ettirib to'lab ketaveradi. O, zo'r aka, kattakon rahmat aka. Hozir bemalol o'zingiz yuvib, pul to'lamasdan ishlatib yursangiz bo'ladi. Buni ertaroq o'rgatish kerak. Katta rahmat aka.